Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 25-aprel. Bugungi savdomiz yana Toshkent viloyati Bekobod tumaniga bo'ldi. Akamiz mana ko'rib, qo'shnilar olib ketganda ko'rib, yana zakaz qildilar, mana olib ketyaptilar. Amaki, aravamiz haqida o'zingiz bir ma'lumotlar aytsangiz. Aravani zakaz qiluvdim uydan turib. Bir ikkita joylarda aytgandek, shunday bo'ladi degan edim. Hamma narsasi joyida, kamchiliklar yo'q, pressip zo'r. Bank qilmay hammalarni pressipga kelaveringlar mahalladoshlar. Rahmat aka. Rahmat. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Tabriklaymiz aka. Bo'pti. Omadda yigitlar. Rahmat aka. Bu pressipimizga kelsak, bu 1.40 2.40 bo'ldi. Mana tentlari bilan chiroyli qilib taxlab berdik buni. Damazga damoz balon, zapasga balon tushish uchun parkoplarini o'rnatdik. Zanjirlari bilan qalin zamotlardan qo'yib, hammasini taxlab chiroyli qilib berdik. Mana amakimiz zo'r rozi bo'lib, egalarni ham chiroyli qilib berdik. Mana sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shunaqa aravalar kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bittasi ketdi mana Bekobodga. Bekobod. Ana. Ketdi Bekobod. Jallantir Bekobod.